Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında biz Ali radıyallahu anh'ın hayatını okuvatımız. Bu adamdaki bugünkü derside bir kısım karametleri hakkında toxtalımız. Şimdi karamet iki xil oldu. Biri Allah'ın velileriga bergen karamet. Bu Rahman tarafından bo'ladi, Allah tarafından. Biri şeytanlar tarafından berildiğin karametli buldu. Bu şeytanınki kul ilkidiki adamlar tarafından buldu. Bu karamet adamın aklından taşqarı bir avval boğaçqa bunu adamın aklı tasdiq qilmoq nihoyatda to'liq qiyin. Lekin ahli sunni vel cemaatninki e'tiqodida bu ahli sunni vel cemaatninki simvolliq olimlardan Şeyhülislam İbn Teymiye rahmetullahi aleyh karametninki haqiqiy Allah'ninki en yakın bendeleriga yüz berdigan bularning qo'lida bu karametlarninki davom etganligi haqida bu adamninki nihoyatda sahih ko'z qarashlari mavjud. Shuning uchun buni biz ahli sunni vel cemaat aqidasidagi bir musulmonlar toifasi bo'lishimiz bilan birga aqlimiz qabul qilinmagan bu karametlarni ma'lum darajada biz qabul qilamiz. Chunki e'tiqodimizniki talab shu. Abu Nuaym Dalailun Nubuva nomli kitobida Ja'far ibn Muhammad Tadisi rivoyat qilib, Ali radhiyallohu anhuga bir hikoyada ma'lum bir davolashib kelibdi-da, ma'lum bir ishlarni hal qilish uchun. Shundan bir tomninki ulida yanada o'tirgandiki bir odam tam chiqib ketdi desa Ali radhiyallohu anhu gapini davomlashtirib va arzon dava Alloh taolo o'zi qo'g'daydi debdi. O ikkisining orasidagi davoni bir taraf qilib bo'lgandan keyin qo'pab turishiga tam chiqib ketgan deydi. Buni karamet deb qaragan ilmada. Hamda Tuyurat nomli kitobida Ja'far ibn Muhammad o'ziniki dadisidan, ya'ni bu oldingi ravi bu adam deydi, bir adam Ali ibn Abu Talibga shunaq degan. Sen bu xutbada davomli deydigan gaping, ey Alloh, sen Mahdi, ya'ni hidoyat topgan to'g'ri yo'ldagi xalifalarni isloh qilgan ishlar bilan bizlarni isloh qilgin deb duo qilsa. Kim bu Xulafai Raşidillah? Bu hidoyatga erishgan bu xalifalar kimlar desa, Ali radhiyallohu anhu aytib taramlab, yig'lab ketib dediki, ular mening do'stlarim Abu Bakr Ömerlardir. Hidoyatning imomi, islomning shayxlari, Qurayshning erkaklari. Payg'ambarimizning keyingi bizning ergishadigan ulgimiz bo'lgan odamlardir. Kim bu ishlarga ergashsa, bu odam har qanday yomonlikdan saqlanib qola oladi. Bu ishlarning izi ergashgan odam to'g'ri yo'lda topgan bo'ldi. Bu ishlarning tutgan yo'lni ching tutgan odam Allohning partiyasidan bo'ladi deb yig'lab turib javobni bergan. Bu odamning yana bir karametlardan Abdurrazzaq degan kishi, bu hadis olimlarining biri, Musannaf Abdurrazzaq nomli kitobi va hadis sohasida Hujrul Madari degan kishilar rivoyat qilgan ekan. Bu odam Ali ibn Abu Talib bilan uchrashgan odam. Bu zotga Ali ibn Abu Talib shunaq dedi menga shunaq dedi bu odam. Agar seni ma'lum bir kunlar kelib menga la'nat o'qi desa qanday qilsa debdi. Voy xalifam mushta avval bo'lamdi desam, ha bo'ladi dedi. Dedim men qanday qilsam bo'ladi desa, menga darhol la'nat o'qiy va mendin bana lanet okup mendin ada juda bulma yana. Tilanda okup koy degan qalbingda ada juda bulma demekçi. Bu adam bedemdi. Bu Ali radhiyallohu anhu o'lib ketdi. Keyingi davrda kelgan vaqtida Hajjaj ibn Yusuf Saqafi degan cho'ng bir zolim qo'mondan o'tgan, o Mevlasi laliste. Bu adamniki ijobiy taraflari nihoyat zo'r, salbiy taraflari nihoyat ko'p. Shuningki inisi Muhammad ibn Yusuf As-Saqafi degan Yamanning valisi bo'lgan ekan. Bu adam hem de şu Ali ibn Abu Talib qanat 3 bu cemaatga bak 3 bulamda. Ben Ali'ye lanet qilishimni buyurdi dedi Yamanda. Dedim men shu vaqtida Amir dedi. Amir bo'lgandan keyin Amir meni Ali radhiyallohu anhuga, ya'ni Aliga lanet o'qishimni buyurdi. Shuning uchun uningga lanet o'qinglar, uningga Alloh lanet qilsin dedi. Bu yerda bir olmash bilan eklayotdi bu iboratni. Buni faqat birla odamni biladigan dedi. Bu odam ay şekilde emir 50 lanet o'qinglar degan mazmunda tushunmagan bu olmashni. Lekin
Bu adam özün kalbide aş adamga şu Ali radhiyallahu anhu lanet okushni buyurgan Yemen valisiga lanet okush uchun ishlatgan bu zamirni, bu almashni. İmam Tabrani rahmetullahi aleyh Evsat, Ebu Nuaym Dalail-i Nubuve namlı kitapta Zazan degan alimdir rivayet qilib bundaq deydi. Ali radhiyallahu anhu bir gapni qilsa, hadismoy bir gapni qilgan vaqtida, uni bir odam inkor qilib, sen yolg'onchi degandek tuhmatlarni qilibdi-da. Ali radhiyallahu anhu agar men yolg'onchi bo'lib qolsam, men sening ziningga duo qilaman degan. Duo qilaman deb vasitda uning ziniga duo qilibdi. Shuning bilan uzun o'tmaylam odamniki ko'zi ko'rmas bo'lib qolgan deydi. Endi Allohniki bandalar ichida duolar darhol ijobat bo'ladigan, Allohga nidosi, iltijosi darhol yetadigan bir veli odamlar bo'ladi. Bo'laqmi shu payg'ambarimizniki, bu o'g'li Alininki, bu sahobalarniki, ko'plarniki duosi darhol ijobat bo'lgan. Bu mo'jiza xarakterli avvallar shu davrlarda nayt ko'p yuz bergan hamda. Endi tuvandagi bölümde bir nayt qiziqarli bir voqealarni bu adam qanday bir taraf qilganligi haqida so'zlabdi. Buni ko'raylik. Endi 8 non ve Ali radhiyallahu anhu'nun bu voqealikni qanday bir taraf qilganligi haqida deydi. Zerr ibn Hubaysh degan raviyda rivoyat qilingan bir rivoyatda bir ikki odam tushlik tomoq deb o'tirib do'stqonga bir nonlarni to'kapdi-da. Birisida 5 non, yani birisida 3 non bor ekan. Shu tig'i yeydigan narsani do'stqonga qo'yib turishiga bir odam yendan o'tib salom beribdi-da. O ikkisi do'stqon kelsa degandiki bu odamga kelib billa tomoq yeyapti. Shunlar bular ham 8 nonni hammalar o'rtaq billa yeyishibdi-da shu oraliqda. Haliqi kelgan mehmon qo'pab bularga 8 dirham pul beribdi-da, berib men sizlarning tomqonlarni yeb soldim, ma'ni sizlarga bir mukofot bo'lsin deb beribdi-da. Shunlar bu odam ketgandan keyin darhol bu ishkalan hamda 5 nini var bilan 3 nini varsa talay-taş qilib. 5 nini varsa debdi. Sening 5, mening 5, sening 3. Çünkü ninin 3 emasmi debdi-da. 3 nini var dem unumaptım dedi. Yo'q. Biz pulni tang olaman, mehmonni tang qildik deb turibdi. Shuningdek bu avvalni bu ishkalan bu pulni bo'lishmay 8 dirham pulni Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu'nun huzuriga kelibdi-da. Kelib bu voqealikni so'zlab bergandan keyin o 3 nini var adamga debdi Ali radhiyallahu anhu. Bu qarindishing deganni debdi. Uning nini sening niningdan ko'pkan, shuki rozi bo'lib ketgan desa, bu adam ahmoqlik qilib debdiki, Alloh azbiroy xudo, men buningdan rozi emas. Haqni haq bilish kerak, ochiq bo'lsinmi degan Ali radhiyallahu anhu. Undaqda haqni haq ochiq bilan qabul qilsang, sana 1 dirham pul bor. Uninga 7 dirham tegdi debdi. Bu adam tehi mayron qilib subhanalloh, qanday olsun da olab ketadi degandan keyin deb bo'lib, unda bo'lsa men qabul qilay. Shu haqni ochiq bo'lsinmi darhol menga shu sababini ko'rsatib qo'yslar deb shunday debdi. Shuningdek Ali radhiyallahu anhu javob berib bunday qildi. Undaqda biz hamda har bir nonni 3 qismga bo'lsak, undaqda 3 adam bo'lgan ekan. Umum 8 dan hamda 24 parcha bo'ladi. 24 bo'lsa, shu 5 nini var adamninki 15 parchaga bo'lindi. 3 nini var adamninki 9 parchaga bo'lindi. Undaqda 24 bo'ldimi? Hammanglar bu adamda o'xshash yedinglar buni. Ko'p qaysang jiqiydi buni bilamidi. Endi sening aslining 9 parcha. 9 parchaning 8ni sen yeding. Sening hamroying bo'lsa, u 8ni yedi, sen 8ni yegandan keyin. Seninkidan qilib qolgani 1, oningdan qilib qolgani 7. Chunki uning asli parchani 15 parcha bo'lganda. Endi adam sizlarga hamda bu 8 dirhamni bergandan keyin uning qilib qolgan 7 parchani nima? Adamdan haqida. Sening 1 parcha bor, undaqda sana qilib qolgan 1 parchaning uchun 1 dirham bermas, onun uchun 7 ni bermas degandan keyin adam turib ketib, men endi rozi bo'ldim
degenken. Bu Ali radhiyallahu anhu'nun naati bir zeki, bir parasetlikke çıkıp durduğan bir adamniki çıkıp durdu bu meseleden. Yani bu adamniki naati farasetlikden rivayet kılınan tövendeki Ebi Şeybe'nin Musannef namlı kitabı rivayet kılınan bu mezmunda Ata ibn Ebi Rabah'ta rivayet kılıp Ali radhiyallahu anhu'nun kıçkı bir adam elip gelinipdi de onunla iki adam guvalık kurup bu oğulak kıygan depdi. Şununla bu adam bu kişilerin işleri bunda qarab çıkıp yalgan guvalık vergədimge təhdis sapdı. Bundaq tapdı. Yalgan guvalık berip qağa adamni andaq mındaq cəzalaytımə degəndikən bu iki şahid yo'qolib ketibdi de tapanmapdı. Şununla o adamniki qo'yib bergəndəydi. Bu adam müşahidimi özünki bir xavatir yani kalbi parasit arqalıq o adamniki bir günahsız adam ekenligini ma'lum taxmin qila olganimda. Bu adamning yana bir qiziqarli ishlardan Abdurzaq o'zining Musannaf nomli kitobida, hadis kitobi bizga Savri Sulaymon ibn Shayboniydan o adam bir odamdan u kishi Ali radhiyallahu anhu rivoyat qilinib, Alining huzuriga bir odam keltirilib, o adam debdi-da, "Ma'va mening onam bilan ehtilom bo'lib qopti" deb bu hamda shudiki shaytoniy holatda hamda degandikan u odam turib ketib, buni oppa shu ottab to'g'izib qo'yib, ay soyisini deb yo'lga solgan ekan. Bu masalaning nihoyatda chiroyliq, dana, onun yana bir tarafdan nihoyatda qiziqarli, kulkili holatda hal qilganlik taraflar bo'ldi hamda. Bu odamniki o'zgida hamda qandoq xatbati, naqshli boti deganda Ibn Asakir Ja'far ibn Muhammad va dadasi rivoyat qilganda Ali ibn Abu Talibningki o'ziga kumushdan bo'lib, ni'mal qodirul Alloh nima degan hamma narsaga qodir zotdir degan xatbati deydi. Umar ibn Osman ibn Affondan, Osman ibn Affonning o'g'li rivoyat qiladi Ibn Asakir yana. Bu odam deydi, Ali radhiyallahu anhu'ningki o'ziga naqsh al-mulku lillah deb xat yozilgan edi. Demek bundan bir neçe üzük tutqanlıq kelib çıxırdı. Yani padişahlık Allah üçündür degan mezmunda. Endi Madaini degan olimlar rivoyat qilgan bir so'zda Ali radhiyallahu anhu Kufa kirgan vaqtida, Madinadan berib hamda. Odamning qishiga arablarning eng donishmand hakimlaridan bir odam kirib debdi-ki, "Azburay xudo Emirul Mu'minin sizlar o'zlari xilofetga nihoyatda zinet qo'shgan bir adam. Bu nima degan güzel, bu yarashgan. Xilofetning maqomini yuqori ko'targan bir odam sizlar. Xilofetga sizlar hojatman emas, xilofet bu hokimiyat sizlarga nihoyatda ehtiyoj bir paytida buni qo'llarga olgan deb bundaq sifatlagan. Demak bu danishmand hamda Ali radhiyallahu anhu'niki eng munosib paytda bu hokimiyat beshiga chiqqanligini tasvirlagan bir holat ekan. Mujammi' degan kishi rivoyat qilgan yana bir so'zda Ali radhiyallahu anhu Baytul Molni supurdi ekan. Baytul Mol degan omba hamda. Ash Baytul Mol shu davlatningki moliya ombari. Supurib namoz o'qiydiganda bunun sababi qiyomat kuni mush zamin, mush tuproq hamda musulmonlarga bermay molni mush saqlab, cheklab qo'ygan demişsin deb qiyomat kuni bu odamningki foydasiga guvohlik bersin deb shunday qilgan deydi. Chunki ba'zi bir qism sahih hadislarda shu namoz o'qigan yerdagi tuproq qiyomat kuni shu namoz o'qish uchun guvohlik berdi degan rivoyat bor. Shuning uchun bir qism salaf olimlarimiz namozni shu imkon bor birli yerda emas, ancha-muncha balkim odamniki oyg'ida simaydigan aşağı yerlarda ancha-muncha nafl namoz o'qib qo'ygandan keyin nihoyatda yaxshi bo'lganligini bunga qiyos qilgan. Chunki qiyomat kuni shu odam izdasimgan tuproqlar shu odamniki bir manfaatiga yaxshi guvohliklarni bersa jab emas deb shundan bir xil umidlik bo'lgan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.